Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari va yangi qo'shilganlar. Bizda milliy sertifikatda 11-misol sifatida kelishi mumkin bo'lgan tengsizligimiz, tengsizlikning nechta butun yechimi bor degan savol beryapti bizda. Bizda tengsizlikda yechishimizdan oldin aniqlangan soha olishimiz shart. Bizda aniqlangan soha bunday quyidagicha: maxraj hech qachon 0 bo'la olmaydi. Demak, ximiz 0 dan katta, 0 ga teng emas. Ximiz teng emas ekan 0 ga. Keyingi aniqlangan sohamiz ildiz osti har qanday ifodamiz musbat bo'lishi shart, bo'lmasa yechimga ega bo'lmay qoladi, xato bo'ladi. O'shaning uchun 2 minus x taqsim ximiz katta yoki teng 0 bo'lishi shart. Buni yechadigan bo'lsak, oraliqqa qo'yamiz. 0 2 minus plus minus. Bizda 0 dan katta qiymatini so'rayotgani uchun 0 dan 2 gacha bo'lgan qiymatni olamiz. Ximiz tegishli ekan 0 dan 2 gacha. Biz to'rtcha qavs qo'ydik 0 ga ham, lekin bizda aniqlangan soha bor edi. Mana bu aniqlangan soha bor. Ana shu aniqlangan soha bilan 0 imiz kirmaydigan bo'lib qoladi. Dumaloq qavs qo'yamiz. Bo'lib bizda aniqlangan soha x ning qabul qilishi mumkin bo'lgan qiymatlar 0 dan 2 gacha ekan. Endi misolga qaytsak, misolimizda suratimiz musbat son har doim musbat bo'laveradi, har qanday darajasi ham musbat. O'shaning uchun bu yerda bu ifodamiz 0 dan katta bo'lishi uchun maxrajimiz ham 0 dan katta bo'lishi shart, 0 ga teng bo'la olmaydi. Ikkinchi shartimiz. Birinchi yozib ketaveray. 1 ning kvadrati 1 taqsim 2 minus x taqsim ximiz minus 1 plus x taqsim 2x ning qavs kvadrati katta 0 dan bo'lishi shart. Bizda mana bu birimiz 0 dan har doim katta musbat son. Shuning uchun maxrajni 0 dan katta deb ishlaymiz. Maxrajimizni yana yozamiz. 2 minus x taqsim x minus 1 plus x taqsim 2x ning kvadrati. Bu ko'rinib turibdiki, har qanday sonning juft darajasi musbat bo'ladi. Bu ifodamiz har doim musbat. Yozay, har doim musbat. Lekin bizda bu ifodamiz 0 ga teng bo'lib qolishi mumkin. O'shaning uchun 0 ga teng emas deb ishlaymiz. Kattalashtirib ko'rmak. Demak, ildizda 2 minus x taqsim ximiz minus 1 plus x taqsim 2ximiz teng emas ekan 0 ga. Bu ifodamizda tenglikni bu tarafiga o'tkazib yuborsak, qoladi ildizda 2 minus x taqsim x teng emas 1 plus x taqsim 2x. Ikkala tarafda ham kvadrat ko'tarib olsak, 2 minus x taqsim x teng emas 1 plus 2x taqsim 2x plus x ning kvadrati taqsim 4x kvadrat. Maxraj beradigan bo'lsak, bunga 4x beramiz. Ko'paytirsak 8x minus 4x kvadrat teng emas 1 plus 2x plus x kvadrat. Maxrajdan tashlab yubordim. Teparoqqa ko'taray. Endi bu ifodamizni, mana shu ifodamizni tenglikni bir tarafga o'tkazaman. Bizda hosil bo'ladi 5x kvadrat minus 6x plus 1 imiz teng emas 0 ga. Buni viddan ishlaydigan bo'lsak, vid bilan ko'paytirish ajratadigan bo'lsak, 5x kvadrat minus 5x minus x plus 1 teng emas 0. 5x olib chiqadigan bo'lsam, x minus 1 imiz qoladi. Minus olib chiqadigan bo'lsa, minus 1 imiz bu yoqda ham qolar ekan. Teparoq ko'tardim. Endi ikkalasi ham bir xil ifodan olib chiqaman. Mana bu bir xil ifodamiz 5x minus 1 imiz ko'paytirilgan x minus 1
teng emas 0. Endi x'ni topib oladigan bo'lsak, x'imiz teng emas 1 taqsim 5. X'imiz teng emas 1. Mana x'imiz teng bo'lmaydigan sonlarni ham topdik. Lekin biz tepada x'ning qabul qilishi mumkin bo'lgan qiymatlarda, mana bu qiymatlarimizda biz chiqargan javoblar ham bor. O'shaning uchun shu javoblarni olib tashlashimiz kerak. Mana bu yerga yozib ketsam bo'ladi. Biz x'ning aniq qiymatlar sohasini yozgandik. Men yana bir marta yozib ketaman. X teng x tegishli 0 dan 2 gacha. Endi chizamiz. Mana bu qiymatimiz 0. Mana bu 2. Endi bizda 1 taqsim 5 ga teng emas deyapti. 1 taqsim 5 ga teng emas, 1 taqsim 5 taqriban shaxda. 1 taqsim 5. 1 ga ham teng emas deyapti. Mana 1 2 ning yonida. Endi bizda yechim bo'ladi. X tegishli 0 dan 1 taqsim 5 gacha birlashma 1 taqsim 5 dan 1 gacha yana birlashma 1 dan 2 gacha bo'ladi. Mana bu bizning to'liq x'imiz qabul qilishi mumkin bo'lgan qiymat. Lekin bizda shartimizda butun qiymatlar deyotgani uchun faqat teng bo'lishi mumkin bo'lgan qiymati butun 2. X'imiz butun qiymat qabul qilishi mumkin bo'lgan qiymatimiz bu 2. Bitta butun qiymat qabul qilar ekan x'imiz. Bizda C javob. Like bosib keting, yangi kelganlar ham obuna bo'lish esdan chiqmasin. Bizda keyingi misolimiz Milliy sertifikatda tushishi 18 mi 17-misol sifatida kelishi mumkin bo'lgan misolimiz tengsizlik nechta butun ildizga ega deyapti va bizga modulli tengsizlik bergan. Hammaga ma'lum, modulli tengsizlikni yechish, modulli tengsizlikda oson usul bilan yechishni o'rgataman. Mana bu qiymatimiz 6 dan har doim kichkina deylik. Mana bu odam bo'lsa 6 dan kichkina yoki teng bu ifodamiz. Modul tashlayveraman. X plus 1 minus 3 imiz 6 dan kichkina yoki teng, lekin minus 6 dan katta. Chunki modul tashlayverdim-ku. Endi ikkala tarafga 3 ni qo'shib yuboradigan bo'lsam, minus 3 kichkina yoki teng x plus 1 kichkina yoki teng 6 ga 3 ni qo'shadigan bo'lsam 9. Bunda mana bu narsamiz har doim o'rinli, chunki modulimiz har doim musbat bo'lganligi uchun bizda bitta yo'l qoladi, faqat 9 dan kichkina yoki teng bo'lganligini isbotlashimiz kerak. Shunda yozamiz x plus 1 kichkina yoki teng 9. Shunda yana boyagi usulimiz minus 9 dan katta yoki teng x plus 1 imiz kichkina 9 dan. Ikkala tarafga 1 ni qo'shadigan bo'lsam minus 8 dan minus 1 da aytaylikmi? Minus 1 da aytaydigan bo'lsam minus 10 dan kichkina katta yoki teng x'imiz kichkina yoki teng 8 dan. Mana x'imiz shu oralig'da ekan. X topadigan bo'lsak, hozir x topadigan bo'lsak, x'imiz mana bu oralig'imizda nechta? Minus 10 ta 10 ta yechim bor. 10 ta yechim bor. Mana bu oralig'da esa 8 ta. 8 ta. 0 ham kirganligi uchun, bitta 0 kirganligi uchun 0 ham bor. 0 bilan bitta. Shunda 10 plus 1 plus 8 imiz teng bo'ladi 19 ga. 19 ta yechimi bor ekan. Bizda C javob. Like bosing, obuna bo'ling yangi kelganlar.
Bizda keyingi misol velosipedda 14-misol sifatida tushishi mumkin bo'lgan trigonometrik misolimiz. Buni soddalashtirishimiz kerak ekan. Bu soddalashtirish quyidagicha amalga oshiriladi. Mana bu suratdagi kosinus kvadrat 2 alfaga e'tibor qaratamiz. Buni yarim burchak formulalaridan darajani maydalatsak, bu ko'rinishga keladi. Tenglik va tenglik 2 ko'paytirilgan 1 plus kosinus 2 alfamiz taqsim 2 ko'paytirib taqsim 2 tangens kvadrat 2 tangens 2 alfani formula bo'yicha yozsak, bu ko'rinishga keladi. Sinus 2 alfa taqsim kosinus 2 alfa bo'lib qoladi. Xuddi shu ifodamiz tangens 2 alfaga teng. Plus sinusga tegmaymiz. Sinus 2 alfa teng bo'lyapti. Shunda mana bu ikkilarimiz qisqarib ketadi. Bizda suratda qoladi 1 plus kosinus 2 alfa. Kosinus 2 alfa. Mahrajida sinus 2 alfani olib chiqadigan bo'lsam, sinus 2 alfani olib chiqadigan bo'lsam mahrajidan bizda qoladi 1 taqsim kosinus 2 alfa qoladi. Plus 1. Buni yozishda davom etamiz. Keyingisiga suratga tega olmaymiz. 1 plus kosinus 2 alfa taqsim u mahraj beradigan bo'lsak, mana sinus 2 alfa yozsak, u mahraj beradigan bo'lsam qavs ichiga 1 plus kosinus 2 alfa taqsim kosinus 2 alfa mas qoladi. Bunda mahraj bilan suratni qisqartirib yuboradigan bo'lsam, mana bu yerda yozib ketapman. Pastdan yozibman. Qisqartirib yuboradigan bo'lsam, mahrajimizda qoladi sinus 2 alfa taqsim kosinus 2 alfa qoladi. Bu kosinus 2 alfa taqsim sinus 2 alfaga teng. Bu narsamiz trigonometrik formulalarda katanginus 2 alfaga teng. Katanginus 2 alfaga teng. Mana bizda C javob. Like bosib qo'ying. Bizning keyingi misolimiz, ya'ni masalamiz, bu milliy sertifikatda 3-yoki 4-masala sifatida kelishi mumkin bo'lgan masalamiz. Bizda shartda aytyapti, Shahzod bir ishni 12 kunda, Umid 18 kunda, Suhrob esa 24 kunda bajaradi. Shahzod yakka o'zi 2 kun ishlagach, 3-kun Umid bilan 3 kun Umid bilan birga ishlabdi. Qolgan ishni Suhrob yakka o'zi necha kunda yakunlaydi, deyapti. Biz hozir bu yerda har birini ish tezligini topib olishimiz shart. Bizda hozir Shahzodning tezligi 1 taqsim 12 ga teng. Men butun bir ishni 1 deb belgiladim. Umidning ish tezligi esa 1 taqsim 18 ga teng. Suhrobning ish tezligi bizda 1 taqsim 24 ga teng. Biz hozir har bir odamning ish tezligini topib oldik. Bulardan kelib chiqib bizga savol berayotgan qismini yetsak bo'ladi. Endi bizda aytayotgan keyingi joylarni yozamiz. Aytibdi, Shahzod 2 kun bitta o'zi ishlabdi. 2-kundan keyin, ya'ni 3-kundan boshlab Umid unga qo'shilibdi-da, Umid bilan 3 kun ishlabdi. 3 ko'paytirilgan Shahzod plus Umid. Keyin aytibdi, qolgan ish holda o'sha Suhrob qanchadir vaqtda, t vaqtda yakunlabdi. Butun bir ishni 1 deb belgilagandik. Demak, butun bir hamma shu yozganimiz 1 ga teng. Endi mana bu biz deb belgilaganimiz o'rniga shu Shahzodning ish tezligini olib kelib qo'yamiz. Olib kelib qo'ysak, 1 taqsim 12 ni olib kelib qo'ysak, ko'paytirilgan plus 3 ko'paytirilgan 1 taqsim 12. Umidning ish tezligi 1 taqsim 18 ga teng. Plusda Suhrobniki esa 1 taqsim 24. Ko'paytirilgan t tenglik 1. Mana bular qisqarib ketadi, 6 qoladi. Shunda bizda 1 taqsim 6 plus
Mana bilan ich ko'paytiraveraman. 1 taqsim 4 plyusda 1 taqsim 6 plyusda 1 taqsim 24 ko'paytirilgan t. Bu narsamiz teng t plus bu qoldi. Teng ekan 1 ga. Bu 3 ta ozod xatlarimizga umumaxraj bersak, bu 2 beramiz, bunga 3 tadan beramiz, bunga yana 2 tadan bersak, 7 taqsim 12 hosil bo'ladi. Plyusda 1 taqsim 24 ko'paytirilgan t tenglik 1. Shunda mana bu 7 taqsim 12 mizni tenglikda bu tarafga o'tkazsak, t taqsim 24 teng bo'lyapti 1 minus 7 taqsim 12. T taqsim 24 emas, tengkan 5 taqsim 12 ga. Buni esa bunga ko'paytirsam, 12 t tenglik 120, t emas 10 ekan. Demak, Suhrob 10 kun yakka o'zi yolg'iz 10 kun ishlaganda butun bir ishni oxiriga yetkazib qo'ygan ekan. Bizda bu javob A javob deb berilgan. Like va obuna bo'lish esdan chiqmasin.